Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bugun men sizlarga ushbu hikoyaning navbatdagi qismini olib keldim. Bu qismda Rod va Shuhra o'rtasidagi munosabatlar yanada chuqurlashadi. Ularning birgalikdagi hayoti va kelajakdagi orzulari haqida so'z boradi. Keling, birgalikda tinglaymiz. Rod Shuhra 24 qism. Seni xohlayman 22 qism. Yozuvchi Rod. Karavotda o'tirib, qoshlarimni chimirgan holda qarayapman, zerikish boshimga ko'tarilgan. Zerikishimning asosiy va yagona sababi Shuhra. U butun xonaga gilam toshayotgan band. Uning tashvishi agar men sirpanib yiqilib qolsam. Homilador ekanligimni bilganimga endigina 10 kun bo'ldi va shu orada u butun uyga gilam toshishni boshlab qo'ydi. Uning qiyofasiga qaraganda, dunyoda faqat uning xotini tugayotgandek, boshqalarning bolalari osmondan tomchilab tushayotgandek zerikarli. Eng zerikarlisi, amaki uni 3 marta ofisga muhim yigilish borligini aytib chaqirgan, lekin uning bir so'zi ofisga bormaydi. Tugishdan oldin uydan chiqmaydi. Bu gapni eshitib, kayfiyatim buzildi. Hali bir oy ham bo'lmagan. U hamma ishni tashlab, tugish haqida o'ylayapti. Buni tasavvur qila olasizmi? Gazabdan boshim og'riy boshladi. Uydagilar nima deyishadi? Voy, opam ham homilador, lekin aka hamma ishni yolg'iz boshqarmayaptimi? Mana buni ko'ring. Uf, uni ugandaga jonatkim kelyapti, bema'nilik. Hoy janob. Ha, ayt degani. Bu tomonga keling. Gazabli ovozda. Bandman, ayt, eshityapman. Gilam toshayotgan holda. Ishlaringizni oldiring, bu tomonga keling, deyapman. Qichqirib. Nima bo'ldi? Muammo nima? Qoshlarini chimirib, nega qichqiryapsan? Bekorga qichqiryapmanmi? Ofisga bormaysizmi? Yo'q. Nega? Seni tashlab keta olmayman. Unda men ham siz bilan kelaman. Tishlarimni gijirlatib, u menga o'tkir nigoh bilan qaradi. Gazablangansanmi? Uning gapini eshitib, kayfiyatim yanada yomonlashdi. Janob shu vaqtgacha gazablanganimni tushunib oldi. Yo'q, nega gazablanay? Xursandchilikdan raqs tushayotganimni ko'rmayapsizmi? Voy, nima bo'ldi, aytku. Nima bo'ldi degani? Nega ofisga bormayapsiz? Men dunyoda birinchi bo'lib homilador bo'ldim deb o'ylaysizmi? Ajab, opam 8 oylik, lekin akamni uyda o'tirganini ko'ryapsizmi? Gazabli ovozda. Kelin va sen boshqasiz, yoshingizda 3 yil farq bor. U sendan ancha kuchli, shuning uchun akamning tashvishi ham kam. Men kuchli qiz emasman demoqchisiz. Qoshlarimni chimirib, gazabli ovozda. Yo'q, men aytayotganim. Ha, nima deyotganingizni eshitmoqchiman. Tishlarimni gijirlatib. Sen juda kuchlisan, lekin men umuman kuchli emasman. Seni bu yerda qoldirib ketsam, tashvishdan olaman. Bema'ni gaplarni qo'ying, tezda tayyor bo'ling. Ovqat xonasiga boramiz, keyin siz to'g'ridan to'g'ri ofisga, maylimi? Yo'q, ofisga bormayman, bo'ldi. Endi ovqatni tugatib kelaylik. Unda men ham yemayman, bo'ldi. Rod, har doim bu qaysarliging yoqmaydi. Gazabli ovozda. Yemayman degani yemayman. Mayli, ofisga boraman, endi tur. Tishlarini gijirlatib. Haqiqatanmi? Voy, qanchalik yaxshisiz. Ha, bilaman, yaxshiman. Bu gapni aytib, u yonogimga lab tegizdi. Men esa gazabli ko'zlar bilan qaradim. Nima bo'ldi? Nega bunday qarayapsan? Qoshlarini chimirib. Sizning reaksiyangizni qochirib olayotgan edim. Kulib. Mening reaksiyam. Ha, ilgari men sizni opsam, shunday reaksiya berar edingiz-ku. Oh, shundaymi? Unda hozir bir marta o'pib ko'ring, ajoyib reaksiya beraman, bo'lam. Ko'z qisib. Voy, keling, och qoldim. Lablarimni burishtirib. Mayli, keling, malika. Jilmayib. Ovqat stolida o'tiribman, hamma yeyapti, lekin men yeyolmayapman. Sababi, qattiq kulim kelyapti, lekin bunday nozik joyda kulish mumkin emas. Shuning uchun kulishni bosishga urinyapman. Kulishimning asosiy manbai Abhir aka. Opaning tugish sanasi yaqinlashgan sari uning ko'z yuzida nochorlik namoyon bo'lmoqda. Hozir u begunoh mushukchadek opaga qarab turibdi. Agar uning ahvoli shunday bo'lsa, mening Shuhraga nima bo'ladi? Alloh biladi. Opa ovqat o'rtasida biroz qimirlab o'tirganda, aka hayratda qolgandek bo'ldi. Ovozini pastga tushirib, so'ray boshladi. Yaxshimisan? Qorning og'riyaptimi? Ovqatda muammo bormi? Kusish kelyaptimi? Bunday minglab savollar. Opa esa zerikkan holda unga qarayapti. Opaning nigohidan bu ishni bir necha marta qilganini tushunish mumkin. Men bundan juda zavqlanyapman, tinchlik ham his qilyapman. Voy, opam ham haddan tashqari sevgi deb ataladigan kasallikka chalingan, garchi Shuhrniki biroz oshib ketgan bo'lsa-da. Amaki Abhir, Shuhra, ketdik, bolalar deganida yana kuldim. Bu gapni eshitganda ikkalasining yuzida nochorlik paydo bo'ldi. Abhir aka opaga nochor nigoh bilan qarayapti.
Opa esa befarq holda ovqatlanishda davom etmoqda. Shuhraga qaradim, u ham menga qarayapti, lekin men unga ahamiyat bermay, opa va akaning qilmishlarini tomosha qilish bilan band bo'ldim. Ularning turishga hech qanday alomati yo'qligini ko'rib, amaki ham nochor ko'zlar bilan holaga qaradi. Ma'nosi: "Ogillaring xotinlariga aqldan o'zgan, ularga biror narsa qil, bu keksa yoshda yolg'iz ofisga bora olmayman." Lekin amakining bu nochor nigohi holidan hech qanday javob olmagandek. U juda diqqat bilan choy piyolasidan hoplamoqda. Ularning holatini ko'rib, dumalab kulishni xohladim, lekin imkoniyat yo'qligini ko'rib, bosib qo'ydim. Nihoyat, uchalasi ofisga qarab yo'l olishdi. Alhamdulillah. Karavotga suyanib, chaqaloq haqida o'ylayapman. Atigi 10 oyda hayotim qanchalik o'zgarganini o'ylab, hayratda qolaman. 10 oy oldin, kechasi birdan uyg'onsam, butun uyni boshimga ko'tarardim, hammani uyg'otib, ota-onamning o'rtasiga borib o'tirardim va hozir mening ham shunday kichkintoyim bo'ladi. Voy, tasavvur qila olasizmi? Qanday bo'ladi? Menga o'xshaydimi? Unda albatta juda yomonlik qiladi. Undan ko'ra unga o'xshasa yaxshi. Juda sokin va xushmuomala. Eshikdagi tovushga orqamga o'girildim. U qaytib kelgan, soatga qarab, kechasi 11 ekanligini ko'rdim. Kun davomida u necha marta qo'ng'iroq qilganining hisobi yo'q. Uni ko'rib, juda charchaganligi aniq. Meni ko'rib, quruq tabassum bilan peshonamga lab tegizdi va hammomga kirdi. Mening ko'zlarim hammom eshigiga qadalgan. Qachon chiqadi va men ko'raman. Kun bo'yi uni juda so'gindim. Biroz vaqt o'tgach, u chiqdi, ko'k ko'ylak va kul rangli uch chorak shim kiygan. Oyoq tuklari ajoyib. Tarqoq sochlari va minglab charchoq bilan menga qarab, yengil kuldi. Men qo'l bilan uni yaqinlashishga ishora qildim va u ham boladek yurib, yonimga o'tirdi. "Nima?" Qoshini ko'tarib. Men rostlanib o'tirdim va tizzamni ishora qilib, "Yoting", deb aytdim. U hayratda qolgan ko'zlar bilan bir muddat qarab turdi-da, jilmayib yotdi, boshini tizzamga qo'yib, ikkala qo'li bilan belimni quchoqlab, qornimga lab tegizib dedi: "Malika, onajonga zarracha og'riq berma. Bilasanmi, yaxshi qizlar hech kimni xafa qilmaydi. Onajonni esa hech qachon. Va bilaman, mening Malikam yaxshi qiz, shunday emasmi? Shuning uchun jim bo'l, aks holda dadang seni umuman bagriga olmaydi va erkalatmaydi, tushundingmi? Qanday qilib buncha ishonch bilan qiz bo'lishini aytyapsiz? Ogil ham bo'lishi mumkin-ku." "Yo'q, qiz bo'ladi." "Voy, buncha ishonch." "Ha, xuddi senga o'xshab yoqimli bo'ladi, ko'rasan." "Yo'q, sizga o'xshasa, juda chiroyli bo'ladi." Chaqaloqning chiroyli bo'lishi muhim emas, yoqimli bo'lishi muhimroq. Farqi nima? Qoshlarimni chimirib. Farqi bor, rotkushi bor. Ko'pchilikni chiroyli ko'rasan, lekin ular uchun yoqimli so'zi mos emas. Yana ba'zan unchalik chiroyli bo'lmasa ham, ko'rib voy, juda yoqimli deyishni xohlaysan. Masofani tushunasanmi? Burnimni tortib. "Ha, tushundim, endi uxlang." Mening gapimdan u jilmayib, ko'zlarini yumdi. Men uning sochlarini silayapman. Ko'zlari yumilgan holda ham u qanchalik chiroyli. Voy, qanchalik chiroyli uxlaydi, oylarkan. Uning ko'ziga lab tegizdim va shu zahotda u ko'zlarini ochib qaradi. Davomi bor. Savollar. Shuhra aka nima uchun butun uyga gilam toshayapti? Bu uning Rodga bo'lgan qayg'usi haqida nima deydi? Rod Shuhra akaga ofisga borishni aytganida, ular o'rtasidagi munosabatlar qanday edi? Abhir aka va Shuhra aka o'rtasidagi farq nima? Ular xotinlariga bo'lgan munosabatda qanday farqlanadi? Rod va Shuhra chaqaloqning jinsi haqida gaplashganida, ularning orzulari qanday? Hikoyaning davomi qanday bo'lishi mumkin? Rod va Shuhra o'rtasidagi munosabatlar qanday rivojlanadi?